ekansan. Salim, sen mekanmi? Xas-xo'roz kuchliroq bo'lsa, shuni kendi maqadaman. Aka, xafa bo'lma. Intizor qilib o'taychi. Salim, opam ishimizdan ko'rishimiz chekinish uchun meni hozir shahardagi ammamning uyiga olib qo'ymoqchi. Başını sormaz mı? Nima qilamiz? Gulchan, ketmam. Bu yerda qilib qo'yam. Nima opam ishini so'rab yaqsin. Gulchan! Gulchan. O'tinib qolay Salim ketdi. Gulchan! Ben o'z kuchimni taydib qo'ydim. Ben qila olayman. Gulchan. Qarag'anda bizni xo'roz ustiratga o'xshamamda. Eskili tamomida qofkan. Gidayli. Kerem. O'g'il bola degan gapida turdi. Sen bu xo'rozonni qo'yib ketsang, o'xshitob bir qo'rib yeymiken deyman ha. Tukuni jondamayli. Beshimga tuk chiq. To'g'ridan bir yerlik tuxumda beqib, dehqonlardan erkin chiqimda yig'im olmaydigan bo'lsam. Kim o? Ha. Voy! Assalomu alaykum. Ha, men. Ha. Ha, ma'qul. Voy, bo'ldi. Ma'qul. Ha, ma'qul. Ha, ma'qul. Hozir kimni kelganini bilamsa? Kim o? Shaharda katta xo'jayin. Oxiri bizning tutab qolmoqchimiz yetib ketdi. Nima qilaman? Ha, bodikan. Ha? Etni yanqısmış, dokmuş qilib qaraysizlar. Birazini saqlab otamsizlar. Ha, kimni saqlaymi? Chapsan bo'loqlar. Silib kelib, ay meni yuk taqdirimni tayyorlab beraman. Nega? Voy, buni so'ramaydigan. Nega? Kelib qatat, chapsan bo'loqlar. Hozir ish chiqib qoldi. Doim sirtil degan. Uyda faqat o'ltog'ingli yo'q sening. 중국 아시아 여우로파 경제 도시의 예측을 상관하시며 중국 아시아 여우로파 이qtisodiy taraqqiyot hamkorlik fondlari bugun tuzildi. Kechira, hamma saydo nasoson. Asia Yevropa hududida o'zaro yaqin qo'shma, o'tishga o'xshash. Iqtisodda o'zaro Bo'ldi. Yomon jim ketdingmi sen? bexatarlikda bir-biriga tayanadi. Urg'unlagan davlatlardan Sen Gulchan bilan bir narsa ichib qoldingmi? Yo'q. Absuni mendan qochirib tuqqandan uyga kelib ketdi. Haqqan chiqibmi to'sam. Absimin nomrat ko'rdik. Ko'nglimni yerib qilma afkam. Bu qaytim shahar ko'rib obdaraq pul topsaq, qo'shilib qala, ha? Nahayt to'g'ri gap qilding. Sen nima paydo bo'lding? Ne varsa? Men shaharga bir ish bilan mangan. Sizlarchi? Bizim shaharga tuqqan yo'qlatmangan. Belli. İşler diye mujda o'xshib qoldi ekan, ha? Ben shaharga tuqqan yo'qlagandim. Qiziq shopda. Sen bu shaharga tuqqandan yo'qligini men bilsa, biz bu shaharga tuqqanimiz yo'qlatmandik. At Aylaxonga, yo'l Sarixonga deb hammamiz o'zimizni yo'qlamagayla. Can baba.
哎，是小木沙呀。张伯伯，您怎么到这儿来了？有件事儿啊，一直压在我心里60年了。我知道这个事儿，我爸爸生前也告诉过我，只要有一点线索，我会告诉你的。가서 따올게. Alem. Hı? Bunu belirtti. Ben de bayım müşahede çıkımda. İş koyuvattı. Aka. İdemle. Alem. Ha? Bay kokumu tavuzun pulu sen de bilemeysen. Sen demiş ki söylemese. Ha? Ey Alem Yağdan. Ma şehirge Selim bile işimiz ağırıpsın epkeyge. Ma Selim pul çıkıp toy kılmamız olmaydı. Eslem'i bilesler o. Ben pul neye onda asan tapmayayım ha. Biz pul ne pulu olamaz. Hazırdan başlap biz bir küçük grup. Ha. Şuna birisimiz başlık olmasa konmaydı. Bopta, ben Japonca kırak tasam mı tatay. Ben ne mi desem, beni gibi anlaysınlar. To'xta. Bo'lmaydi. Unda qilsak bo'lmaydi. Ha? Davomliq sen birla odamning degini hisoblamda. Ha? Bunda qilaylik. Demokratik saylov qilaylik. Qanday? Ha? Selim, Ha? benim başka konuşmamda sana başka fikrim yoktu. Yok. Ben siz gibi kız anlayayım. Bana, işik gidip ben. Doğanda?哎，我过去一下啊。哎，能等了吗？ Musaka. Yaxşı doğma, bana yaxşı da. Ha, selamet yaxşı da ka. Ben polise beteyim, Musaka. Benim can ciğer hakkında. Arası bakın. Bizga poğaçlı. Aras, jurol, kendimde jurol. Musaka. Rahmetçim o sizge. Bu kettim kopu. Dal vaqtida asqatgan bo'ldi. Ha, mush urush shu. Ma Po'lat chiviqni yig'adigan gap. Lekin vazifa at deganda tamom bo'lish kerak. Ish haqqini naq mumkin. Neş bol? Mumkin. Min koy? Ha. Kiramjon, gapni uqdingmi ya? Bu qitim her birimiz bir 4-5 tumandan pul topamizmi deb kelsak, telefonda kelib sal o'xshamay qoldimi ya? Nemisi o'xshamaydi? Bir kunda 1000 ko'y pul topsang rozi emasmisan? Ya Musaka, bu men koy degan uchimizdan keldigan kirog'im yetmaydi. Ras, sen az ol qapta. Endi bu ishning bahasi mushu vallah. Qilamsizlar, qilmamsizlar? Musaka mı qildi? Qo'lingda yana ishli chiqib olgan ekan, cho'g'roq ishdan birga almashtirib beramiz ya. Bu almashtog'li bo'ldigan ish emas, ukam. Qilsanglar mana, bo'lmasa men darhol boshqa odam topmasam bo'lmaydi. Musacan. Kerem. Kerim aka. Pul az bo'lsa-mu, jiqroq taqiqizdigan ishkan go. Ma'qul tanga. Mundali qildi. Kesib bir qiz gap qilaymi? Ha, kesa. Yani 500 koylik etib bera. Uzukli bir gap qilaymi? 300 ko'y qo'shdi. Bek üzülüp kutub qaldimi ya? Aka. Üzülmedi. Kerem, pek üzülmedi. Aka. Qilayli. İşte jiqroqini bo'ldi men qilay. Kerimcan, yeriniz ağrımaganda? Aka, ne yapayım? Hey, oğal ki can buraya. Hey, kaçkan işlememse, yine tanıt kütül kaçkan işligine. Ey, Selim işkimiz tang atkandı ta hazır işlevat emez. Pulunu bölüşkendi sen mi tang alasa? Ma gep ne? Ma işini kim tapkan? Ha? Ma işini kim tapkan? Hazır degen uçur devri. Uçurun özü pul.
Vay yoğun bir 1300 koylik işleyipse, eğer bir 100 bin koylik iş tapkan bolsan, başka oldu iken sen. Ben seni bir polo, lağman etip, aldığın payından seni teklif bekledim mi ya özden yarı elimde kendimde çalışıp geldim mi? İşlesen işle. Oğlum keter mi adaş? Selim, anladın mı anın dağıtma gibi ne? Adem'nin deydiğin gibi mi bu? Aka, gapni oz qilib, ma ishni qilaylik, bo'lmasa ertaga tugamaydi bu ish. Sen mi? Jumlak tavuzdek meydanın yok değil mi iken sen? Az gap kılavı. Pat kılmayın. Ketmen çapkan, girdeyeydi o. Onda yatkan, girdeyeydi o. Köç ettikse, mihnetleşte, mivisini oğreyeydi o. İşte meyvesini Hey, sen takın nakş ettik benim meskır kıdak oldu mu? Seni meskır kılmadın mı? Halık nasıl ya? Etin geldi, ettim kadar. Tüm bir çöğün tot çıkma tek mücuma. Aka, subamı bek ustab ketdi. Sen işitigen bolsan su. Bana mı ağaç kilese ha? Sen de kılan bana. Hep. Başlık diye sendek boladagan bolsa. Alıkcan, buldum seni. Ha? Benim için bok gitti. Tatam mı dem? Ha? Kim otur? Ne oldu? Ha? Hey, ne oldu? Olimkan malum ham patir qo'yib, tatamay biri chim bo'lib ketdi. Vay kışkına vay. Kallı işimiz kol karam yok der. Kaça. Aka, mana ishdi. Kaç. Nerede o? Hey. Men ochirgan ne istib kelay, ya? Aka, mana da açaydı. Minkoy. Mening hiç işengim kelmaydi ha. Menin gibimni ağlı sağlam anam şundak yaxşı iş durdu. Kerem. Bu pul hozirgi pul faqat o'xshamaydi. Saxta pul emas. Mümkün bu. Ataydın sakt pul yasap işletmeye yeğenati kömüp koyduğun sarang yoktu. To'g'ri. Burun ben bu pulni ko'rib bakmagan. Eniqki bu koni pul. Bunaqa kichikina pul hozirgi nurg'un puldan. Agar bankka qapirib qolsak 200 ming ko'ga yarab qolamdi. Hadi banka qaparmiz. Bu chaqda men bu pullarning hammani Gulshanning opasining oldiga shunday qo'ysam, bu ikkimizni to'y qilishga qo'shdi-da. Bu ishni musohidan to'xtamayapti. Senin kalan her şey oldu mu? Bunu biz mısal etsek, bunların hepsini mısal etmem daha. To'g'ri. Uningga hargiz demaydi. Yaxşı joy. Biz bu pullarni bölüşelim. Bölüşemdi. Elbette. Pulni egisi izlab kes qanaqa qilamiz? Ey kabak baş. Hazır gelmiş pulunu yere kömüp koyup işletmeydiğin adamı sen köygenme. To'g'ri aka. Biz bu pulunu ya uğurlamadık, ya pulap gelmedik. İş kılıp kanla işlesek. Vay. Bakam. Ecebim bir pul kömügendek sılap gittin ha.
Aka, evet çapsarak seni şeyle. Bunda kısak olmaz mı ki? Neymiş ka? O olmasa sen ammayda aşamazsın amma. İşkimizle böyle şeyler. Hey, menin gepimni bir anlat bektim hacı o. Bunda kısak olmaydı o. Yerinde olmaydı. Biz avval pulning egisidan bağ yo'qligini bir muqimlashtirib bo'lsak bo'ladi-ku. Ha? Ertagin u soqchi boshlab kelsa biz qanday qilamiz o'chaqda? Ha? Pushaymon qilishga ulgurmay qolamizmi-ki? To'g'ri aka, to'g'ri. Eng yaxshisi bu pulni birlashmay turaylik. Ey, ma ishkan o'zirga o'g'il to'g'ni o'zirkishlik yo'qinji bu. Ma shunday qilsang bir umr pul deb ishlamaysan qasam. Bo'ldi. Taş chiqib turamiz kama. Nimishqa? Buni yoshirib qo'yay. Pulni hammamiz tang topdik. Yo'shirsak tang yo'shirmas. Xotnasaqmi tang alamdoq. Ha? Salam. Ha. Boshqa fikring yo'qda? Xotin ilishqimi? Ma pulni yo'shirishqa. Qo'shilma. Bo'ldi-ku. Ikkida bir. Alimka. Biz chiqib turaylik. Alimka, mayanda turing-a. Nimadan ishonmaganda qilasiz? Ishlatmayman. Shunga bog'lab qo'yman. Salim, ben amanın uydan qaytib geldim. Bırak at uyga elçi gelmekçi. Ulanın çarayından yaxşılığın közüp atam koşulup kalsın. İşkimiz açıp ümit kalmaydı. Hey. Salim qana? Aytang, Uni somkisi mi yo'qtirdi-ku? somka? Akşam ben pulni shuni somkisiga solib qo'ygan tursa. Nimishqa uning somkasini solib qo'ysan? O ishaylik tursa. Men ishaylik emasmikanman? Az gap qilma, qo'llayla ana. Qo'yam ana. Sen madradislar. Tamam bak. Oldu mu? Yo'q, hech shart yo'q. Birlama bo'ldi, ketganda ishlarga tartib dikkat qilib tur. Kerim, pulni qochmagan bor. Chapsak cho'pir baqa. Çatal, telefonu ittiğin. Ulanı da? Hep sasarsın yukarıda. Yardımınız değmez. Dikkat dur bakalım. Korkma. Bu kim bilir kazanmak olur da. Hakim almıştır. Hadi. Yukarıdan burası elinde götürüp aldı. O gel koldu bunlar. Yok. Sen de çıkırdın yukarı bak bakayım. Lazım bakmanı dedi. Hey Kerem! Çapsan mamamsın dayma. Benim ağrıp gitti. Ma çantanı ammaylı sen bunu mu kaldı ki toya. Kıdır bana. Bana. Çapsarım ben. Çapsan bol. Kendimizi bize yakışık vakında kıldı. Kendi karma. Çapsan bol. Mahko.
Kapılma Furkan, kapılma ha. Kapılma. Ay, hiç yok. Kapılma. To'xtab turma! Belimni og'riqqa. Emasga. Mana, bankaga bormas. Keremka. Aka. Alimka. Aka nima bo'ldi ya? Hey, sen o pulni ep qochqaning iniq tursa, yana qandoq bana ko'rsatasan, ha? Pulni? Ha? Pulni olmadi ya. Aka, men pulni men olmadi. Hey, pulni Kerim seni so'kkan sap qo'yibdi-ku, ha? Ha. Shu meni so'mkamga sap qo'yapti ekan. Lekin atiga men mang'idigan vaqtda Keremkamning chomdoniga sap qo'ygan. Hem senin iş kaçsa, ha? Senin iş kaçsa? Akşam yarım kişide Gülşen Ündüdar'a xat qaldırıp diken. Evet onu elçi kirdi iken. Şunu bu toy tosay dep yutkumangan. Mağamsa ya. Kerem, to'xtat. Biz masalani bekor qo'llabdik. Aslida o pulni sening chamadoningga sap qo'yibdi ekan. Ha? Aka, çamdığını sap koygan. Baldıraқты сағынмам Дүфкан. Оның анығы бекадымыға қычы жүгіче бізге дысам бізім ярдемін ішті қамас ма? Çapsamağla. Ayağını. Aka, ben qaytib keldim. Бірақ ahvol bayqadingmi? Başka iş yok. Şu Canıp'ın Abduz o'tirib ketib qoldi. Xatirjam bo'l Дүфкан. Hozir borg'u bizda pul desang pul bor. Gap desang og'zimizda gap bor. Qaynona shurki tosh bo'lib ketgan taqdirdan shur ertib o'tamiz juma. Ana qizacha. Endi sizning bu xabaringiz bor. Bizning Selim haqiqatan adab, axloqli, qoidali yigit oldu. Uningga gap ketmaydi shundaqmi? Buni men obdanlı bilmem. O bala meni aldımla çoğ olgan. Sizler zade nim demekçi? Yarashma. Yağlıqni atıp texmi chiroyli qolib ketdingiz. Satmidim. Pul degan o'g'illarning qo'lining kiri. Pulni topqin oladi, lekin odamni topmoq tez. Sizlerning nim demekçi olgunlarını düşünüyordum ben. Tushunasiz. Nereden kelgan pulu? Chiqib o'g'lab kelgan ya bulg'in pul emas. Adamgo tirishchan bo'lsam, hargiz nomrod kun qolmaydi. Siz mening qanday odamligimni obdan bilasizmi, ha? Hay, satrim opam ko'rib qoldi. Eğer Selim sizler degandek balo olsa, benim başka fikrim yok. Sig'ina bor. Agar Selim bilan Gulshan ikki to'y qilgan bo'lsa, ularning baxtli ko'rishiga gap ketmaydi. To'g'ri. Sizni texim xotirjam qilib deyli. Mana bu hozir topgan pulimizning bir qismi. Bundan keyin texim chiqtamiz deymi? Pul degan. Mana bu. Xush pullar. Bu nenin pulu? Jungo Xalq Bankisining. Saht pul emasdi o? Tog'da. Bunun neri pul o'xshaydi? Ammi o'xshaydi, adam bor. Ha, bu yilqi mahallamizdagi yog'ochchi Shovaning dalisi lavan ulab ketgan chog'da qabristonlikda ko'ydagan pul. Men shoqda ko'ygan bu pulni. Tog'da. Yo'q, unaqa emas. Bu pulchu davlatimiz 1953 yilda biz tarqatgan pul. Biz bu pulni hozir bankaga olib borib ishlatmasak bo'ladi. To'g'ri. Oy! Çopçan adam durup küçük balanın işini qılmaqla. Sizlerinin gepinlarga işinip, kızımni tek Selim'ge berey depdi mi? Gülşen! Nersin? Mamamsa. Gülşen! Öy kaç Opam, opam beni chaqiribdi. Ular deyish bo'laqsinamdi. Cho'qim chiqing. Selim, tez bol ketelim ha. Aka, ben Gülşen'i saklamasam bo'lmaydi. Aka, ish bitdimi? Bo'ldi saqlama Afkam, o'yim chiqmaydi. Selim, to'xta. Selim. Sizni pulingizni yo'qligini bilib turibman. Men sizni yaxshi ko'rgan. Lekin sizni yaxon pulni ko'tarib kelib,
saxtımazlık apamı aldaydıgan kızlar oylap bakmaptılar. Beni pek ümitsizlendirdiniz Selim. Siz berip senin hıyalınızı süreverin. Gülşen! Gülşen ben seni kendim fıyay! Gülşen! Tamam değil mi? Gülşen! Gülşen! 您说的是不是这个像？我看像. Kerimka, bu qandaqsiga saxti buldu. Rast bulgu bu. Voy, o saxtimi, rostmi, bankaga borganini bilamiz. Nem biladi uni? O sarali xotin. Mana. Ben sizden başka kimi yıkılayım ha? Hatıcam ulan, ben sizi mengü söymez. Ha? Stop olsa koş. Mışqılatsa, ha? Selam. Çarpma sala. Bekle. Gülşen, telefonunu nima ishga yetib olasiz? Telefonni ochgandan keyin menga javob qaytiring. Men sizga tushuntirib qo'yay. Selam. Bekle. Kapım afkam ha? Puldan profçi bilekte, profçi sürekli degan gap emasmi? Endi bexatar olduk. Söyle. Kahvaşlığını. Gelem. Ayet bir maşin to'xtalib turdi. Ha? Juranglar açtım çıkıp olalım. Ma'qul. Avval ben çıkıyorum, bir yöne koyuyorlar. Bu maşina bizi sakatladı mı? Shu, bunu bizni dalimizga kelgini. Ecep bir yaxshi yo'q, chaqalqa. Hey! Maşin to'xtab dema mashinni. Hey! Chaqa bula. Xo'sh. To'xtat dema mashin, to'xtat mashinni. Ben şuraya gitti abi. Çopra yine tutup sarıyor. Yine alalım. Rustam, ha? Aka! Maşında şoför yok. Ne sen? Ha? Şoför yok. Ha? Hey, yok gel. Yine parası yok gel. Ha, ne kadar Aka! Aka qanday qilmas? Selim, sen derhal maşını topla. Aka taqamat to'yqib bo'lgan tursa. Sen demiş toplatmaysan. Benim kodum balırma tutsa. Aka, mashina! Maşina. Adam bilmez. Mashin to'xtanglar! Mashina og'amchi tashlanglar, og'amchi! Karaganda maşının şoförümüz yok şeydi. Og'amchi tashlanglar! Ha? Og'amchi! Og'amchi Davud aka. Ağamca. Tashlanglar! Ağamca taşlayacak. Men birinchi tutmoqchi! Ha? Men birinchi Kimdeydi o? Ha? Aka, mashin to'xtadi. Çapsa düşeyle. Ha, ma'qul. To'xta. Nima deyapti bu? Mashin. Kadar kılamaz. Kadar düşmez. Maşını topla. Çapsa düşeyle. Bu ne? Rahmet. Hozir aldirash chiqdimi? Qo'ltirimizni tortmaylam. Pastga tushib ketibdi men. Endi men sizlarga ag'ach ketay mashinamiz chiqqilanli mashinam. Rahmet. Bol sizden maşınız çıkmaydı rahmet. Onun sizden maşınız. Ya mashina quruq emasmi? Ag'ach ketayman men. Maşınız kana? Mashina mana. Voy! Voy! Mashinam! Voy, mena mashinam naqlasa! Voy,
o'sha saqlab turinglar. Ma, pulni almashtiray deb kelgan. Kechiring efendi, bu pulni hozir ishlatgili bo'lmaydi. Bu davlatimizning puli emasmi? Yo'q, bu davlatimizning puli, lekin bu koni pul. Bu davlatimizda ikkinchi qaror taqitilgan. Bu pul 1955-yil taqitilib, 1964-yil taqitishdan to'xtalib ketgan. Demakchi bo'g'inimiz, bu pulning qog'ozdan farqi yo'qmi? Bu pulni pulonida ishlatamaysiz, lekin namun qilib saqlab qo'ysangiz bo'ladi. Rahmat. Arzimaydi. Beka qo'shallar suribdi. Ma pulning qog'ozdan farqi yo'q ekan. Nima? Bir pulga almashtirgan bo'lsa, Gulshan bilan to'yamni qilib olamni desam. Hey, keling, biz yanni berib Musani topaylik. Musani topsak, u bizga yaxshiroq ishtimishni tepasi, biz shuni qilsak bo'lmamda. O'zimizda qiliq yana shuni ko'ramizmi? Qaraganda shunday qilmayman amal yo'q o'xshaydi. Demak, qo'shilsa uni saqlab qo'yib xotir qilmoqchi buni.你的？啊，这来，别碰了。好，这个是你们的。啊。好，那我们交个朋友吧。这么说吧，把这10元钱送给我，我给你们100元做答谢，怎么样？ 사랑 qoldi ya bu? Kommada satamtiq ya buni. Bu bizni aldayotdi, buni aldam qolsa tushib ketmayli. Aldam qolsa tushib ketmayli? Ha. Aldam qolsa tushib ketganimiz bizning baxt ta'limimizga qilib turdi. Ha, bir varaqa qilib setiblar. 好，这么着吧，我给你们250元。250？啊，不行，300。痛快，好。300元，这个给我。对的，如果你拿的话，全部都拿。还有？哎，不可能！你不相信？Enim Selim，这个呢，yana bizning necha varaq bor？总共1000张。听见了吗？总共1000张。开玩笑。哎，诸位，我还有很多生意要做啊。 这个就已经很好了。哎呀，你不相信是不是？这都是钱。你不相信的话，我给你打开看一下啊。看见了吗？看见了吗？这都是钱，这个一模一样，还有10个呢。不可能，这怎么可能呢？啊，都是钱。 天哪！哎，这么办？我现在带你们呀去住这里最好的5星级酒店啊！你们可是我的财神爷呀！你们呀，到那边等着我，我去给你们办手续啊！去。知道了。 Hey. He, Bodikenma. Canım xotin. Qo'sqingiz och qolmagandi. Vaqtida tomoq yeng. Ha. Qachon qaytibsiz? Sizlar ko'rmadinglar. Men hozir nimani ko'ryapman? Bir jup buloqdek ko'zlari, sariq oltindek ibrat chochlari, to'lg'an badallari, ayotlarining to'lg'anlari qaranglar, u xuddi farishtaning o'zi ekan. Hey Pomzek! Ha? Ay kaşımda kim basmıyor? Bak canım xotin. Ben burunlu bilettim senin şu korsağında cin balıkını. Bak nima bo'ldi? Men xato gap qilib qoldimmi? Bu oyunu sen bile tutup bulan bu kadar etme. Ben gipimi tutib bo'lmagan. Men gipimni qilib olsam. 大家请跟我来，我带着你们看一看今天要住的最好的房间——总统套房啊！总统套房？ 这
就是总统睡的床。别的没有什么我的给，别的没有什么了，给。门主，好，舒服吧？豪华吧？豪华。你跟我来。这个啊，是总统的副总统住的房间。没有的话，俺就没有当然了呢。还有一套房间，我的不用，我是先安排。好，那好，我到楼下呢，去服务台关照一下，让他们按照招待总统的规格招待你们，你们就尽情享受吧。好，谢谢。好，我会很快来找你们的。好，行了，拜拜。好，拜拜。阿哥，俺家爹怎么？还没写点真。门主，门那爹的吗？Sen sırt postu. Ha? Biz bu şehirliklik fakat yetişemeydik düşünüyoruz. Haran. Biz bunu şu çambuğa silip suikastçıga vaktimizde ma şehirliklik bu işe etti. Endi bizden halk günümüz yaşlanıp biz göç edigen bolganda ma şehirlikliğin hemmisi yav uçup edigen bu. Alımka, bak polo göç biz gibi kaldı mı ya? Ben hocayım pulunu hemen dölüverdi. 28 yan tartıdığan gap. Ben hemen tamakını görüp çıktım. Karısım, yanında şu bizden polo bilen göçki yetmeydi eken. Hey, aka. Aya qarğına. İsrafxo'rlik qilmanglar. 100 gram aşırıp qo'ysanglar 10 yuan jariman tilaysizlar deb yozibdi. Hey, Alem. Bana hemen yap hocam da. Öyle jariman төлep için ötep gitip kalmışsa yana. Kanda aşkanı bu. Tamak ilgili kız. Ceriman alırgan. Azrak deydi. Endi yandırıversem ziyan tartmam. Vay, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kerim, man Musa. Bu ishni tugatmay nada yursizlar? Usaka, keyin paranglishli. Kerim, hey.阿里木、克里木、赛利木，阿克赛里木，好，三位李木都到了啊，咱们坐下来啊，好好聊聊我们初步的买卖计划。我看你们手里的这些旧币呀，有1000张吧，我准备用6倍的价格，也就是6万块钱，把你们手里的旧币呢，通通买下来，怎么样？太小了，刚才的一张你买了300块钱嘛，其他的也一样的买。有句话，物以稀为贵。这个东西越少，它的价值越高。你像你们手里有这么多旧币呀，不值钱了。王老板，你的车那么豪华，你身边的姑娘那么漂亮，一谈生意，好像是穷人一样了吧？幽默，你很幽默。好，我再加3万块钱，9万块钱。王老板，你应该知道呢，这笔钱地底下躺了60年，60年的利息你应该知道了吧？好，我吐最后一口血，15万 ，OK？ 不 OK？ 我认为这些钱是30万。好，30万就30万，30万我们成交。好，等，我还有点要求。第一，这个呢是1000块钱，是你们的定金。不过呢，得给我签个1000元的收据。第二呢，我要拿这张旧币去做鉴定，鉴定出来结果，如果是真的，我们成交。好，如果是假的呢？那当然跟你们没有关系了。
要把那1000块钱定金还给我。好，哎，那咱们就签咱们的买卖意向书吧。对，在那儿签。to'xtab turinglar. Uyga bir kirib chiqinglar. Deydigan gap bor. 这又怎么？没事。王老板，坐一会儿啊，我们马上就过来。Aka, bu pul yog'im bu qolmaydi. Nurg'un pul yaratgan bu. 300 ming. Vay! Bizden hazır 300 bin koy pulumuz var. 300 bin koy. Telefon kolay. To'xta. Boshliqning telefonini qalamga urishga bo'lmaydi. Xo'p, boshliq. Fikar, biz bu 300 bin koyni har birimiz 100 mingdan bo'lishaylik. Rostmi? Albatta. Haras, sen so'yib yotgan yilqi xorazm pul tuta olamizmi? Ha, tutilish kerak aka. Ish qilib men o'z gapimni chiqib turaman. O'ziga taalluq bo'lmagan haqning narsasini o'zingdan qilish qat'iy bo'lmaydi. Masalan, uchimiz bir daryoning ichidan qashishdan birini ko'lab chiqarib olsak, qashish kimga tava bo'ladi? Albatta. Biz bu pulni yerdan ko'lab chiqarib oldik. Demak, bitta kimdan? Men bu to'xtamga hargiz qo'l qo'ymayman. Qo'yamsa, qo'ymamsa bu o'zingning ishi. Salim, ikkimiz qo'ysak bo'laverdi. Shunda. 商量好了，好了，商量好了，好，可以签字了吧？请。等等，这份意向书你们3个人必须一起签字。那个李牧呢？我们俩代表阿里嘛。哦，不行。 Sizlar menga vakillik qilolmaysizlar. Sizlar bu yerda rahat ko'rib yuraveringlar. Men uyga ketaman. Olim. Olimka! Olimka! 这又出什么事儿了？ Olim, gapimni anglasamchi? Biz obdaroq paralashaylik. Sen bu pulni olib kelsang bo'lmaydi. Olimka, biz bamaslahat ish qilsak bo'ldi-ku. Maslahatlash kerak ish qilmadi. Men qonun qilib ish qildim yo'q. Biz qonun qilib ish qildikmi? Ha? Biz bu pulni tepib oldik. Undan keyin buni keraksiz narsa ekanligini his qilib, endi tashvishda deb tursak, van xo'jani o'chirdik. Endi bu qimmatli narsaga aylandi. Buning nima ziyni bor? Navoda bu pulning egasi o'lib ketmagan bo'lsa, bu pulni topshirib beramiz. Agar u o'lib ketgan bo'lsa, o'zimiz ishlatmadik. Bu bir yaxshi ish-ku. Shu aka, navoda bizning peshonamiz o'ng'i tortib qolsa, men Gulshan bilan to'y qila olmayman. Bu mening umrlik orzuyim. Aka, sen mening umrvoyat bo'ytoq yurishimni xohlamaysanmi deyman? Olim, bu Xudoyning bizga bergan bir fursati. Bu fursatni qo'ldan berib qo'ysak, umrlik pushaymon qilamiz. Ma'qul. Mening bir shartim bor. Bu kelishimga qo'l qo'ysak bo'ladi. Lekin pulning egasi tag paydo bo'lguncha bu pul menda turishi shart. Ma'qul. Bo'lmasa, hukumat topshirib beramiz. Ma'qul aka, ma'qul. Ma'qul. 祝我们买卖成功！好啊，哦，记住了，从现在起，这就是我们之间的商业秘密，不能让任何人知道啊！好，我们走吧。 Olimka, mana qara. "这个什么意思？这是我给你的特别意思。你想这几天兜里怎么得有点零花钱是吧？ 你这个人真了不起，我一看就是干大事的。你也气度不凡，你一点都看不出来像农民。你我这生意要做成功了，你也是大老板啦。
这个钱的事儿，你千万不要给他们两个说了，他们两个小心眼，爱闹事儿。放心好了，你们3个李木啊，我看出来了，这里面你是老大，大李木，我就信你了。你放心，有我在，没人进。OK， 行走江湖，像你这样有英雄气概的人啊，绝无仅有。啊，你知道我现在做期货，最近的棉花价格啊飙升，我想补点仓，500个怎么样？放心好了，别说1个月，就10几天，几天之后我就可以还上你这笔钱。老唐，老唐，你Kerimka, bu yerda o'rtoqlaydigan bir narsa bor ekan. Kirib, qayli, siz buning mulozimatchi kelay deb qoldi. Mana, ishtinimni kiyiyotiman. Aka, tezroq budurlar. Aka, budurlar tez. Ne bo'ldi bu ishqaliq ha? Anasini topamagan osonda qilib. Aka, bu kiyimni almashtirib bilan. Pul qana? Bexatarlik shkafga solib qo'ydim. Ha?喂，谁呀？哎呦，林总，怎么样？成了！哎呀，太好了，太好了！到哪儿见？好，见。好，几位贵宾，请在那边注意。就是你们说的那个皇家黑金州力量中心？对啊。这是黑泥巴吗？对啊。这种黑泥巴是我们家乡到处都是，我们何口到这里来喝泥巴呢？它里边有几十种高原上的矿物质和微量元素，可以起到润肤的作用。请几位贵宾尽情的享受吧。谢谢。Aka, mush patqoq tushamdi. Afkam, ataydan ketdik. Tushib ko'rib boqmamdiq. Badlimizga foyda qilib qolsa ajab emas. Shaharlikning bir yerini bilmasa, haligiz hammamiz tushunmaydi. Tushuningmi? Ha, to'g'ri. 这地儿不错，我老来啊，今儿你也试试。咱们就这儿吧。哎，我说王总啊，你借我的奔驰车时间也不短了，什么时候还给我呀？再借我2天吧，我还没办完事儿呢。这不是还需要充电呢？看着呢，往回转都那么低。这旧钱的价值真是不菲。1953年面值10元的人民币，你知道能喊出多少钱来吗？我也了解了行情了，一口价5000万，5000万成交。你得给我立个字据啊！连我都不放心了。要是你违约了呢？ Gitme. 还得赔我损失费呢，是吧？ Aksanışım. Gitme. 小心啊，别让煮熟的鸭子给飞了。 Soğanın ışığı. Gitme dursam. 不不，你说的这不行。Soğanın 那3个人啊，挺老实的。你让我有点于心不忍呐。干什么事儿啊？这心呐就得狠着点。 货有把握，
我跟你说实话，仨农民他们啥都不懂，从地底下把钱挖出来，他们什么都不懂。哎呦，老天有眼呐，让我给遇上了。Qanaqa qilamiz shu? Kimni ratlashmabsan? Voy! Ha? Kim o? Musa? Ben senden bir işini sorayım. Qani bo'ldi? Ornidan bir temir sandık tepib oldinglar, shundaqmi? Ha, shu sanduqning ichida kumush tangilamanmi-ka? Voy, uning ichida tanga pul yo'q ekan, qog'oz pul ekan shu. Qog'oz pul? Hammani oshkorlab aytdim-ku. Voy, nima so'rayapti? Uni hech kim yo'q ekan, hech kimni ko'rmadi. Voy, Kiram, voy. Musa siz qanday qiladi? Xo'jayin bilan Musa bizni hargiz bosh qo'yib aytmaydi. Eng yaxshisi bu yerdan taraf ketaylik. Lekin biz Xo'jayin bilan to'xtalmish bo'lgan tursak, agar u sotqi bizning ustimizda arziz qanday qilgan? Ey, Xo'jayinning bizni oldig'ini uchun biz uni ustidan sotqi arziz qilmaganini hujum soldi. Eng yaxshisi biz hukumat huquqini taqdim berib, xotirjam yotsak bo'lmanda. Aka, nima qilib Ey, kim onu kesmemse?喂，谁呀？方先生吗？我是华雅酒店的工作人员，请您赶快把总统套房的房费结了。什么？我的客人还住着呢。客人已经走了。啊？您给我们压了一张空头支票，请您马上来酒店解决问题，不然我们就要报警了。哎，别！我现在马上就过去。To'xtanglar. Nima bo'ldi? Bu tarafga borsak mayliga boramiz. Musa bizni ishtikil deb bo'ladi. Ma tarafdan hozir keldik. Bu yoqqa mansaq-ku. Bu yoqqa mansaq qaynonamning uyiga boramiz. Shunda. Xotin bolalarimiz shu yerda bo'lmasa. Bizga hozir eng bexatar joy shu qaynonamning uyi. Ey, xotinim yomonlab ketgan 3 oy bo'lgan tursa, hozir qaynonamning uyiga borsam, xotinga yalvirib bag'inda ko'p qoladimi? Ha. Emisi hozir nega boramiz? Ras, mush fursatdan foydalanib seni xotining bilan yarashtirib qo'ymaydimi? Shunda qayli aka, ha? Ma'quldanga. Bo'ptilar, qaynonamning uyiga berib, ayolimning menga bir qatim yalvirish fursatini yaratib beray. Ajab yaxshi aka. Uning ustiga tomoq yemagili bir kun bo'ldi deding. Mening qo'sqim ishim choptishib ketdi zar. Ha. O'riqlab, kun nuri tutsa ish vaqtining ko'rnigida ko'p qoldim. Nersi qana? Bo'lar. Ben Alem. Senle mi işin içine? Ben baba. Balam, çay içkeş oturunlar. Tatınmal, elinglar. Qaraganda sir japa tatib qolgandek tursizlar. Bu degan Uzalning uyi. Qani Navotildan salib tatma elinglar. Elinglar. Balam, tamoq pishdimi? Qizim, osh tiyasini. Ha, ma'qul.
Qani elanglar. Bak tüyüp kettim. Apa, dadam keldimi? Ha, qizim, al uyda. Dada? Oy. Dada. Oy kızım. Ben size serum kettim. Mişiğindiniz mi? Aba. Dada, ben size serum kettim. Sevindim kızım. Selim, adaş Gülşen bilen Kadir deb birisi, evet kök yayısı toy kılaymış. Bakın mende, bu ne bulup gitti sana? Kim o? Musa, Kerim izlep kelgan. U uyda bormi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Musa aka. Qani kiring ay? Ben Kerim izlep kelgan. Ha, kiring ay. Alayım. Nima? Selim qani? Ha? Kerim bu akşam qaytib kelgan edi. Qani. Do'stda uxlab o'tibdi-da. Ha, uxladi. Kerim? Hey, bular nega ketgandi u? Ha? Akşam tig'i. Biz uni cho'qim topmasak bo'lmaydi. Bo'lmasa o'zimizga cho'ng avarchilik deb olamiz. Tilfur baqa. Kerem to'q qolmabdi. Voy pixsiq. Pixsiq deyapsan. Baqara. O Gülşen'in to'y qatnashqili ko'kyaga ketibdi. Bizlar ham ko'kyaga boraylik. Tüzügürek yolda mansa qılmam, bu yolda manğıca. Musa körüp qasmaylı ba? Assalamu alaikum.哎，克里伯，哎呀，你怎么不打招呼就走了呢？喂，克里伯，喂，克里伯，克里伯。 Kimdi gapdi? Yani şu Van Xo'jayinda. Hey, Kerim, Van Xo'jayin bizni tepib oladimi? Mumkinmi? Gülşen, bu yoqqa nima? Siz
qilibsiz? Bu sizning to'yingiz emasmi? Siz restoran bilan boshqa bir to'y qilishni xohlayapsizmi? To'y olgan do'stimning ismi Gulshan. Bu rostdan yalğan pul emas. Sizga desam ishonmaysiz. 10 yuanlik konu pulni nechasi qimmat bahoda oldiganlar chiqyotidi. Biz bu pulni satsak, men degan necha million yuanlik. Hatto necha 10 million yuanlik bo'la olayman. U vaqtda apingiz ikkimizni to'y qilishga hargiz qarshi chiqmaydi. Bizmi-chu? Buningdan nechasi katta to'y qila olamiz? Pul albatta muhim. Bizim pulga muhtoj. Men ko'proq pulimiz bo'lsa deb o'ylayman. Biroq menga durust, samimiy, oqko'ngil, tirishchan salim kerak. Deganingizni tushunyapman. Siz meni gapimni tushunmadingiz. Siz bir kechada bermoqchimi? Bu mumkin emas. Siz faqat to'g'ri yo'lda mansizmi opamni qoyil qila olaydim. Biz bu pulni o'g'irlamadik, ya bulamadik. Mening o'ylaydiganim halol pul tepishqo. Biroq siz bu pullarni halol topmadingiz. Shan. Bu-chu Xudoning bizga bergan bir iltifoti. Xudoyimizlarning qilgan qaysi bir yaxshi ishlarga bunchalar cho'ng iltifot qilar? Siz ishonmaysiz-ku, ha? Men sizning nazaringizda o'g'ri, bulanchimi? Siz mening niyatimni xato tushunyapsiz. Sizning qaytib kelganingizni ko'rib men pek ta'sirlangandim. Tek sizning niyatingiz yonga o'xshaydi deb o'ylab ekanman. Biroq siz niyatingizni yonmabsiz. Bo'ldi. Munosabatimiz mishavich bo'lsin. Gulshan. Qo'limni qo'yib edim. Munosabatimiz oxirlashdi. Meni chiqmabsan. Aka, nima bo'ldi? Salim. Sen pulni o'zingizga ushlanmoqchimisan? Meni undan niyatim bo'lgan bo'lsa, sizga undidariga bitilda gaqirib nima qilyapman? Unda avvalida pulni qochsa, aka bu chapanni pulni o'zingiz soldingizmi? Bu qulupni o'zingiz aytgan tursangiz. Men o'ltirsam qolsam butun xiyolim Gulshanda. Bu chapan bilan pul meni qanday isim keldi? Meni eng yaxshisi bo'ldi qilayli. Men bek kishilanib ketdim. Eng yaxshi pulni egasiga qaytarib berib, xotirjam turmush kechirsak bo'lmanda. Nega borsan, nega? Yesiga taq bag'in olmasa. Shaharga borsak, Musa bilan Van xo'jayimizni bosh qo'yib yubormi? Ems nega bormas? Ish qilmish asos qayerda bir yo'qoldi. Men ketmayman. Tutganlar kelib meni ishab tutib ketsin. Hey. Sen bizi satqınlık qilmoqchimi? Ha? Esingda bo'lsin, go'shtga mo'g'ri, sulishga mo'g'ri. Bu ishimizning birsimizni qichib qutlamaymiz, uqdingmi? Salom aka. Salom. Kela.
Kim ana? Yetmedi. Vay saman kusak. Sağına. Yaxşı oldu. Endi o aşk düşmende dur ha. Mağa. Kella. Minta bakıysizlar. Şorba demişne. Hoş, qani o'tirlar, mehmon o'tirlar. Aka, emdagi boramiz? Endi Mishadın maşından birini to'sib Urumchiga borsa qolamdiki. Asarat iqtisodiy ko'rdim biraz uchrab qolsa, ishimiz o'ngga tortib qoladi.哎，伙计，过来，过来，过来！怎么了，老板？车台瘪了，给我看看是不是被扎了。哎， Next bulb come. 66 qo'y. Qag'ini so'ylab afkam, yo'l ichamiz. Ma'qul. Kerem. Acaba payvet çok ketibsin ha sen. Sen bu da pulni to'lamagandan keyin ishini qilib jim o'tir ha? Aka. Bu xo'jayin kelibdi. Kim o? Bu xo'jayin. 快点修啊！哎，好，我还要赶路呢啊！马上，马上。 Qanday qilamiz? Vastibayda qochaylik. Bizning ish o'xshash turibmizga. Shu. 喂，林总，我没闲着，我都追了一天了。你放心好了，我绝对能把那1000张旧币追回来。你给的那2000万啊，我这不是补仓了吗？林总，哎，你再宽限我几天？我宽限你，别人宽限我吗？要是非逼着我跳楼的话，你陪我一起跳，明白吗？ 买水。 Ha, mana. Bu yerdan chopsam qochaylik. Climo！ O'shanda maqsad qulni tashlab chiqamiz.喂，克里姆，我跟你说，咱们是签过合同的。王虎家应该。 我11000元的定金我都给你了。你不要胡说，我们只收了1000块钱定金。卑鄙，你就是那卑鄙的人！我背着他们俩把钱亲自交到你手上，对不对？克里姆，你就是个骗子！你们3个里边都是骗子！你才是个骗子！10块钱一张可以买好几万呢，骗子就是你！你给我出来！ Kerem, degina, bizning tamoq yegan vaqtimizdagi pul nereden kelgan pul? Ha? Buni sana tushuntirishim kerakmi? Men sana ishim nima? Lekin sen bizni aldab kelding. Sen bana tövbe çaplamoqchisan? Ha? Eshakchilik kallang ishlamaydigan nima qilsan? Eshakchilik desina? Kim eshakka eshak deysan? Sen! Aka, qaramani! Bakadong mana? Hech qaysi eshak emas. Hech bo'lmasa. Bakadong mana eshakka sendek tutib qolding shunda. Ey, ha, hech bo'lmasa men sendek mushaylik so'ng. Shuning yuzini qilmay o'zing begdek yetib bilib, meni bo'za qilib ishga solding. Ishni hadsiz birlashib olib, ikkini birdan ishga meni tushib tegib aytgan. Bo'za qilib kelding. Men
sen boza kıldın mı? Ben boza kıldım mı? Yok. İşkidi ver. Boza kılmadım mı bana? Ya da kıldın mı bana? Laydın bak şimdi tekme sen benim. Yeni laydın bak sen o. Karamanı. Alıp gel. Bitti bitken bitken. Kulağımı arkadaşlar. Arkadaşlar bitken ben. Ya çıkacak bak. Ben seni tutamadım. Kalkamadım. Yeni bitken. Sen beni tutamazsan ben seni Alıp gel. Özellikle bir son. Beni koy ver. Alıp gel. Stopta. Biz başırttık. Kerem Van Hoca'yından onun ya zakalat pulunu ilip bizni yoşurup yürütmesme. Tıkıvaptı. Onda kılmagandı o. Keremkam onda adamların emas. Emas? Emas dedik. İşenmişsen özünü sorap bakalım ona. İşkanlar men neyim kırıvat sizler? Sizler için vaqtliq saqlab qo'yganim gunoh bo'pti-da. Onun siz meni saqlash huquqim bor-da. Shundaqdan bizga deb qo'yishing kerak-da. Ma'qul. Menda o'tibdi. Ma'qul. Hozirmi? Kechikmaysizmi? Men hajlab ishib qolganim hammasi shu. Qasing boshqa sabab boshqa ish bo'lar? Hey, Keremka. Keremka. Aka, xappam bana. Hey, o'ylab baqa. Endi men xiyonat qilib qoldimmi? Ha? Men bir sonlik pul deb xotinli bo'lsin, yana bir sonlik pul deb bevason deb qilmagan, tatmagan jafoyim qilmadi. Pulni al, laydun baq saqlasin oldimi? Gel laydun baq deb Erken, sen derhal Kerim turvatkan aş yezinin etrafını bir izlep bakkını afkam, ha? Buldu. Ben hazır berip izlep bakay. Selim, götüren biz neyle? Alim! Alıp gel. Alim! 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 Alıp gel. Alıp gel. Alim! Alim! Selim! Selim! Alim! Alim! Zannetmem. Kerem, yanı sen zaman. Beni kullandın öte. Ben seni hata ettim. Assalomu alaykum. Aleyküm assalom. Ben Gülşen'ni izleydim. Gülşen, sizni bir izlayotgan. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Gülşen bo'lamisiz? Ha, birashbandi. Ben Kerim, Alim, Selimlarni izlab yurgandim. Ko'rdingizmi? Necha kun burun to'yda ko'rgandim. Ha. Ular kelganda jiq bilan keldimi? Akaptika,
lekin birsam ishlatgili olmayotgan u. Shundaqmi? Nima ketganligini bilamsiz? Shu to'ydan keyin uchirtib baqimdim jimo, ham nima ketganligini uqmayotganman. Qaraganda misollanma xo'jayin bizni bosh qo'yatmaydiganda qilib turdi. Ular menga necha qatim telefon qilib oldi. Sen chidab qilmagan bo'lsang 10 ming ko'y pulim uchib ketmagan bo'ladi. Altımızda çok bir kıl var ki. Biz azrak paydaşlıklarsak lan yetip paralayımız. Aka, o'tga ezib qo'y. Aka, biz bundan karamlık kılsak canımızdan ayrılıp kalmayız. Kerem'ka, durma. Qaraganda biz bu yerdan chiqib ketamagidekmiz. Gerek yok. Ben bir yerden hayat çıktı senle oldu. Van Xo'jayin bilan Musa'la bizni izdavot edemezmi? Biz ularga telefon qilib, bu pullarni ularga bermasak, shu balada biz qutulib qoladik. Bir yerde telefonda signal yok ki. Qaraganda biz o'sha yerda o'libdiga o'xshaymiz. Aka, biz balkim egizroq yerga chiqsak, telefonning signali ishlab qolar. To'xta. Nava telefon olmay qolmay qolsa, menikini ishlat. Ma'qul. Bakın kılışımni o'ylab boqmabdi ekanman. Pul deganda odamni har ko'rib soladi ekan. Pulda gunoh yo'q. Biz asli pulni tepib olmagan bo'lsak, g'ayri xiyol bo'lmagan bo'lsak, bu kunga qolmaydik. Bu pul asli hukumatga topshirib bersin degan. Sen zodi buning yemigicha bo'ldi qilmaysan.
Alem. Selim. Signalını tabi alganmıdı. Anlamadım sen. Alem. 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 Dokunma Alem. Ben korktum. Sen de yazağıt kursa. Sen ölüp geçsen bulmaydı. Bunu kız Selim'le koşulmaydı. Sevilme. Gitme. Selim'le koşulmaydı. Alem. Endi beni korusun, seni korusun yaralaydigan bo'ldi. Endi yaxshi bo'ldi. Signal. Signal paydo bo'ldi. Signal paydo bo'ldi. Bas. Kerim, Alim, Selim qatarı üçlengan Dolan şəhərdəki məlum konu quruluşlarını çəkiş ornudan 1953-cü besib taqtılğan konu xalq pulunu quruluş çəkiş jarayonida tepib verib, dövlətə tapşırıb berdi. Şunun bilan 80 yaşını açqan Can Bavşanның ayni yili kelgün apıtı səbəblik idarənin matras setib ajratqan 10 min yuanını yutub qoyub, bir ömür ovazlıq qalğanlığı axlab çıxıldı. 一张10元旧币换3万，2张10元旧币换6万。
10张就是30万，1万张就是3，我发财了，我发财了，我发财了！Bu qadim şəhərə kirib aldıdan Van Xo'jayının pulunu qaytırıb deydi. Aras alim. Bu qadim şəhərə manganda ayalın senden xatircəm bola aldım o ya. Əlbəttə xatircəm oldu da. Mən muşturqum bilan nemiş mi qıla alayım deyə. Aras, sen Gülşen bilan Işkanlarning to'yini qachon qilgan bo'ldinglar? Hökumətdən bəgən əmin öyünün açqısını elibli toyumuzu qılımız. Kerem, sen ayalın bilan yaxşılışıb qalğansan? Ha, əlbəttə yaxşılışıb qalaman da. Mən hazır muhabbətinin peyzini sürüyatım ha. Ay xalayıq qulaq sal, tükümüzün dərdiga. Ara dünya yaraşmaz heç qandaq bir bəndiga. Tapay dərmanlıq biz işləlidən şəhərgə. Tepi verib bir sandıq sürdük biz xətərgə. Dostu düşmən qılarkən, hər qoylağa salarkən, baylıq digən adəmgə acayip bir xuma gəl. Xuma. Ne çox tapıl bozula, yan qaldı şorban dəkkən, danışmənlər konular. Şəkməş biz bu getgə. Kapımızsın boğula. Kapımam boğula. Yaşlı apıl bozula, cangalı şörpan etken, danışmenler konular. İşenmezsiz bu getken, kapımızsın boğula. Kapımaydı. Muhim işken ademgen, mihri şefkat muhabbet. Her akısmay tapkan dolu çürügünge cerahet. Dostu düşman kılarken, kımı sarsa kanaat. Sol digen her kol sargı vademdir. Dostu dost kakamı bul, düşmanı dost kakamı bul. Dostluğa bol, düşmanı dostluğa bol. Dost mehrini unutma.